Do'stlar, assalomu alaykum. YouTube tarmog'ida bizni kuzatib borayotgan obunachilar 15-may sanasiga Farg'ona viloyati Quva tumanida mana Patagoniya shaftollar pishib yetildi. Xudo xolasa, bu o'zimiz ichki bozorlarda 45 ming so'm, 50 ming so'mdan sotilyapti. Bu bir hafta 10 kunda yana ham kattalashadi. Bog'imiz yosh, 2 yosharlik mana do'stlar, xudo xolasa 5-4 sxemada ekilgan yangi navlardan. Chiroyli holatda mana ko'rib turibsizlar. Qiziqqanlar bemalol kelib ko'rishlaring mumkin. O'ta ham go'zal holatda mana shaftollar. 5 kilo 6 kilodan hosili bor. Xudo xolasa mazasini sizlar bilan tatib ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Do'stlar mana ichi sariq bo'ladi. Patagoniya shaftollari boqilish tavsiya qilamiz sizlar uchun. Yangi navlar olib kelib qo'ygan shunaqangi chiroyli shaftollar olib kelib qo'yamiz. Ekishlarini tavsiya qilamiz. 91 046 32 nomerlariga aloqaga chiqib hujjatlarni sotib olishlaring mumkin. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumanida. Do'stlar, bittadan laykni bosib obuna bo'lib qo'yasizlar, shaftoli muxlislariga jo'natib qo'yasizlar. Rahmat amalang.